Alloh taolo aytadi An'om surasida, payg'ambar o'zini mushrik qavmiga sizlar Alloh biron hujjat tushirmagan butlarni Allohga shirk qilishdan qo'rqmaysiz-u, men sizlar Allohga sherik qilib olgan butlaringizdan qanday qo'rqay? Agar bilsangiz aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay xotirjam bo'lishiga haqliroq? Allohga iymon keltirgan, Allohga shirk keltirmagan, Allohning qulchiligida chiroyli turgan banda hech narsadan qo'rqmaydi. Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lguvchidirlar va o'shalar hidoyat topguvchidirlar. Xotirjam bo'ladi. Xotirjam bo'ladi, nahnodan qo'rqmaydi. Yana odamlar qo'rqib xavotir olayotgan narsalardan qo'rqmaydi. Wala akhafu ma tushrikuna bih illa an yasha robbi shay'a wasi'a robbi kulli shay'in ilma. Alloh taolo keyingi oyatda aytadi: Men sizlar Allohga sherik qilgan butlaringizdan qo'rqmayman. Magar Parvardigorim xohlagan narsagina bo'lur. Parvardigorim barcha narsani o'z ilmi bilan qamrab olgandir. 3-4 ta yirtqich hayvonlar o'rtasiga tushib qolgan odamni tasavvur qiling. Ana shu hayvonlarda har bittasi parchalab tashlashni xohlab turibdi. Lekin shularni ham qiladigan ishi Alloh azza va jallaning qo'lida. Agar Alloh xohlamasa, bular ham hech narsa qilmaydi. Shuning uchun Allohga suyangan, Allohning o'ziga tavakkul qilgan banda qo'rqmaydi. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allohi robbi va robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna robbi ala siratil mustaqim. Alloh taolo aytadi Qur'onda, ana endi barchangiz bir bo'lib, hech ta'xir qilmay, kechiktirmay menga qarshi bilgan hiylangizni qilavering. Men faqat mening ham, sizlarning ham Parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmanagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. O'rmalagan narsa borki, Alloh taolaning hukmida. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir. Basralik kishi aytdi. 3-sinchi nima edi? Omir aytdi. Kecha-yu kunduz o'zim xohlagandek Robbimga ibodat qilishim uchun ko'zimdan uyquni olib qo'yishini so'ragan edim. Lekin buni bermadi dedi. Buni bermadi. Basralik kishi aytadi. Undan bu so'zlarni eshitganimda unga o'zingizga rahmingiz kelsin. Tunlarni qoyim, kunlarni roza bilan o'tkazar ekansiz. Jannatga bundan ozroq narsa bilan yetsa ham bo'ladi. Jahannamdan bundan ozroq narsa bilan ham qutulsa bo'ladi.